Yoshligimizda issiq choylarni ichiga murabbolarni qo'shib ichganlarimiz yodingizdami? Ushbu shirin murabbolar qornimizni to'q tutardi, qoning ko'payadi deb ota-onalarimiz majburan ichirishardi. Lekin men bugun sizga yoshligimizdagi odat emas, qomatimizga ta'sir qilmaydigan, ham shirin ichimlik bo'lgan, bolalarni ham, kattalarni ham qonini ko'paytiradigan, ham shirin bo'lgan, ham foydali bo'lgan ichimlik tayyorlashni o'rgataman. Dorivor va arzon giyohdan. Qadimiy tabobatimizda ishlatilgan ushbu dorivor giyohimizning nomi qizil qoraqand. Ushbu dorivor shirin mineral modda tarkibida tabiiy shakari bor va ko'plab temir, kalsiy va magniy mikroelementlarga boy hisoblanadi. Qo'shimcha foydalarni to'laqonli aytganimcha damlama tayyor bo'ladi. Ayollarda kista, mioma, hayzdan keyingi qon yo'qotishlar, og'ir tug'ruq va klimaks davrlaridagi qon yo'qotishlar, xullas ayollarni tanasidagi gormonal va turli xil kasalliklarda qon ko'paytirish uchun aynan ushbu damlamani bemalol ertalab nonushtadan oldin 2-3 piyola ichsangiz bo'ladi. Shunga o'xshagan foydali retseptlar sahifamda juda ham ko'p. Obuna bo'lib qo'yishni, ushbu manfaatli video sizga kerak bo'ladi. Saqlab qo'yishni unutmang.